Yo, hammaga salom. Sizlar bilan bugungi videoda qishloqda rosta aylanib yuramiz va ko'proq ishlarni qilishga ulguramiz. Albatta bugungi videoyam kuchli. Har doimgidek, bilmadim yana har doimmi, bilmadim. Hali birdan beri bir ikkita videolarni chiqarmay qo'ygandim. Shu kecha istasanglar kechqurun edi, o'shanda keyin uxlab, keyin ertalab endi hozir abed bemalol video qo'ysam bo'ladi. Bitta obunachilar, mana bo'lmasam mana birga ketdik. Hozir obunachilar. Kaçık. Ana. No, ertaga yuzimni ko'rsataman desam yana shanbalar. Men maskada ko'rsataman, lekin o'pshi yuzim emas endi maskada. Yuzimni ko'rsataman lekin chunki yuzim juda ham muhim bo'ladi. Kel obunachilar gapga o'taylik. Yaxshiroq. Endi men seni o'maraman-da hozir. Yana menga ajubuju deb tashaman. Men o'tgan safar yangi yilni kutganda nima qilding? Men senga hech narsa qilganim yo'q edi. Nima? Sen menga hech narsa qilganing yo'q edi? Sen menga hatto 10 ta bang'alarni bermagandan keyin o'zim yasab oldim-ku. Sato yasab olsan-ku. Sato bilasan, hamma qanaqa qiyinlik bilan yasam, senga osonlik bilan yasaganim yo'q, qishloqqa. Shuni aytmaysanmi? Shunda beraydim ne? Sen ham garaysan-da. Nima? Men hali senga garay bo'lib qoldimmi? Video tugasin, hali men seni qilaman, tushundingmi? E'tibor bermaysizlar. Shunaqa qilmasam bular haddidan oshib ketgan. Men bitta millionermanmi, nima qilyapti? O'zi ishansanglar men millioner, даже millionerdan ham zo'raman. Mana ularni men qo'yganman. Nimaga desanglar, hozir aytaman. Bu men bitta xo'jayinman. Men bitta merman ko'ruvchi. Mer bu degani obunachilar haliga nima dedi? Men kreativda yuraman, mana. Bunda oldin yurardim, uni bizni kvartira, buni bunga e'tibor bersam, bitta o'tiraman. Hozir bitta bo'lsa bitta basseyn, fil, mana meni uyim. Basseynlar, zo'rma obunachilar. Obunachilar, короче, hozir men nima qilmoqchi edim? Hattam uyimni ichiga yana bitta qavat qilmoqchiman. Sal bir jam. O'zim bir jam qichib qolsa shuni qilishim kerak. Shuning uchun ularga e'tibor bermasdan keyingi qavatni ham yaratamiz. Bu qavat meni stream xonam emas. Короче, bilmadim yana nima bo'ladi. Короче, shunaqa bo'ladi-da. Keling bunaqa lift qo'yamiz. Yangicha narvon. Bilasizlarmi? Zo'r emas lekin. Bunday ko'tarib olib chiqib qo'yadi bu eshak. Kimday tushirib qo'yadi. Bunday olib chiqib qo'yadi. Bilasizlarmi? Ko'rgan bo'lsanglar. Bo'lsam boshladik. Ikkinchi etajda streamxona bo'ladi. Hazillashuvdim. Pastda o'zi yotadigan joylarim bor. Oshxonam ham bor. Shuning uchun streamxona qilamiz dedi. Streamxona yashil bo'ladi. Yashil. Lekin bizga yo'q bo'ladi. Tamam bo'ladi. Короче, e'tibor bersanglar sal ovoz deydigan bo'lib qolgan. Mayli, bunga e'tibor bermaymiz. Hop! Bok tashashimiz kerak. Hozir men xonamdagi hop! Bok qilmasak obunachilar. Hop! Qora bo'lib turib, negir bo'lib ketib qoladi. Короче, hali hacker bor-ku. Sal ishanaveringlar. To'g'risini aytaveringlar, sal hackerga ovozim o'xshaydi. Qilig'im ham o'xshaydi-da sal.
Shunaqa hazillarni ham qilib turavermasam. Hekkerdan farqim bo'lmadi hozir. Bu ovoz sizlarga tanishligini hamma biladi. Albatta bu Hekkerda ovoz. Короче, Hekkerga misal o'xshab ketib qolaman-da. Mayli. Bunga e'tibor bermaymiz. Prikollar bilan xonani qilishimiz kerak. Ya. Men nima masxara qilyapsanmi? Короче, bugungi video uzoq bo'ladi. Uzoq bo'ladi juda. Olis tomonlarda kampir yasharkan dedi. Xonamizga bimbardiro krokodil yetishmayapti. Kela mana bunaqa yasaymiz hozir. Men sizlarga hozir ko'rsatsam deydigan blogerlar bo'lmasin. Tushunib turganlaringda yomon qorong'uchi. Hozir svet bo'ladi bitta. Просто hozircha shunday yomon qorong'u. Hatamni qo'yib turaylik. Jonga tidi. Bu sal kichinalik qilarkan. Satosh narsa qamaydi. Shunaqasidan yasaymiz hozir. Haligi mob Minecraft bor-ku, onalar. Ana shuna farqini topamayapti. Ani endi xona pachiroyli bo'ldi. Yo, streamxonani detsi vaqt qo'ydik-ku. Keyinlar mana shuni o'rniga obunachilar, mana bunday kelashini o'rnatishlar. To'ppa-to'g'ri yasab qo'ydik. To'ppa-to'g'ri yasab qo'yamiz. Ora qolib ketibdi. Svet bo'lmaganda qolib ketadi-ku. Divan tomonim bor. Bekka divan qilishim shart emas. Kompyuter bo'ladi bekka. Orqamga chippa chiroyli qilib shkafcha qo'yaman. Shkafcha. Halat eshitlarkan. Taruchi bo'ladi. Taruchidan men o'zi bunday qilaman-da. Happalaringlarimiz. Mana bitta salat to'g'ri ketibdi. Happalaringlar senaqa bolangga degandek. Kila xonani mana bunday qilamiz. Stolim hazil albatta bu. Hazil. To'g'ri, hazil bilan ish bitar deganda. Yana sizlar hazil bilan ishni bitirib qo'ymaylar-a? Bitirib qo'ymaylar. Hazillashasizlar. Kamitga olib qo'yinglar. Kim mana shu hazillar bilan ishni bitirib qo'ygan? Masalan, odam hazillashib turib, aldab turib, hazil bilan aldab turib ishini bajarib qo'ygan. Kim? Shuni kommentariyga yozib qo'yinglar. Men bir marta bu ishni ko'rmaganman. Yana o'sha hodisa, yana hech naqa blok qo'yib turishim kerak men. Keyin bu eshak qo'yiladi. Ayni zo'rni qo'ydik. Mana bu ham bo'laveradi. Stream xonachamiz tayyor. Уже hal tayyor. Masga nima men oldi?
Hoppa deb turib shunday qilaman. Hoppa deb turib hoppa deb turib hop yo nima shu Jamol dedi. Ana endi buni sal kompyuterga o'rsatiladi. E'tibor beringlar, meni xonam bunaqa emas, kompyuterim ham даже bunaqa emas, obunachilar. Hozirgi kompyuterim bunaqa emas, просто Minecraftda shunaqa qilib qo'ydim. Hayotda meni nimam bunaqa emas, yana shunaqa ekan. Bu nega demaylar, meniki unaqa emas. Meniki boshqacha. Qanaqa desam ishonmaysizlar. Ishonmaysizlar-da. iPhone. Men kompyuterim iPhone Pro Max dedi-ku. Padaringga la'nat. Bu eshakchalar haddidan oshib ketibdi. Buni to'g'rilash kerak. Buni to'g'rilash kerak dedi. Kela shuni qo'yib qolamiz. To'g'ri ekan. Endi tomni qanday yopaman? Bunday yopaman. Короче, gulli mana yerda olamiz ekan. Eshakcha haliga qo'yilmadi. Eshak ekan. Yomon gap bo'ldi ekan. Короче, mana shuga bitta blok sadimikin endi. Kela birinchi bundan tekshirib ko'ramiz. Sivilizatsiyada Obunachilar buni men masxara qilyaptimi? Kimligimni bilmaydi shekilli. Ana, vani qo'yat. Sal zo'r turda, perfectda. Kela mana shu ham bitta. Menimda Mana turib tasvir olamiz. Bunday turib shunday turib men hozir qilayotgan ishni tushungan bo'lsa tushunmadingmi? Tushunmay qo'yaverlar. Yo, iltimos faqat bir yillarda qo'yilib qolar. Kela shuni bunday qilib qolamiz. Hoppa qilib turib. Hop turib. Ana! Endi ham shkapcha, nimamizdan kompyuter. Ishqib bo'ldi obunachilar. Bo'ldi. Shunaqa kompyuterda yana kimga kerak bo'lsa, dastavkalari bor. $10,000 yuborib beramiz. Yana obunachilar buni yasashni yana o'rganishni xohlasanglar kommentariyaga yozib qo'yinglar. Keyingi videoda shuni qanday qilib juda sekin yasab ko'rsatib beraman. Necha kilometrlik xona bo'lishi kerak.
Kimga yoqqan bo'lsa, like bilan nimani ham bosib qo'yaver. Deylar. Короче, yo'llarga monitorlar ham qo'yamiz. Bizlar monitor ham bo'ladi kompyuterda. Monitor nasam bo'ladi. Haligi bu narsalarni qilishga yordam beradi. Bu YouTube ko'rgani berish shuni bajaradi va u unaqa joylarda bo'ladi. Mana kimga yoqdi hozir yasagan? Perfect chiqdi, o'zimga yoqyapti lekin. Bo'lmasa mana liftga ham gap yo'q lekin liftga ham bopladim. Hoppa, qilib turib liftni turib. Obunachilar hozir shuncha qilganimiz buzib turadigan narsa turib bu yerda. Kelaman ko'ra. Tashlaymiz. Bunday qo'yamiz. Ana obunachilar. Endi ham gap yo'qmi hozir yasaganlarimga? Necha ball berasizlar? 10 dan masalan. Necha ball berish mumkin hozirgi qilganimga? Qanday ballar? Shularni kommentariyada yozib qo'yinglar. Yozmaganlarni akikano koko, inagaga koko, a qitashima. Shuning uchun bosib deb ketinglar. Ana yo, bunday qilsak yaxshi edi. Bunday. Ana endi zo'r. Ana o'g'lanchilar zo'r xona bo'ldi. Oldin endi bo'sh xonadan qanaqa zo'r uyim. Hozir uyimni tashqarini sizlarga ko'rsatib turaman. Xudoylik hozir qishloqlar hammasi qirilib ketib qoladi. Nimayli qirilib ketsa menga o'lib ketmaydi. Короче, qaranglar mana 3 etajli uyim mana yonda basseyni ham bor. Eshak. Shu payt esalaring. Ani qishloqqa ham zombiga aylandi. Sabes. Obunachilar, короче, bunga e'tibor beramiz. Responsive. Keyin kamerani obunachilar вообще kechqurun qanaqa g'alati ovozlar eshitildi. Nimaga e'tibor beramiz? Doy bo'lmasam ko'chaga jo'nya deding lekin seni. Ko'chaga sekin chiqamiz. Slow. Perfect. Mana. Qanday kechoy. Hoppa. Jinni kompyuter o'yinimi? Bitta emas faqat. Bu stream xonadagi obunachilar. Mana bu yerda o'ynaymiz. Bedigan yaxshi, faqat kompyuterimni sindirib o'rgan edim bu yerda. Shuning uchun mana bayroq qo'ymoqchi edim men. Bitta bayroqni to'g'riligini o'xshaydi. Yappa-yashil-ku. Mana shunaqani olasizlar, obunachilar. Men sizlarga videoda bayroq yasashni o'rgatib beraman. Keyin mashinaga kirib turib, keyin nimasam bo'ladi. Metoylardan O'zbekiston bayrog'ini yasayapman. Shuning uchun O'zbekiston bayrog'ini yasamoqchi bo'lsa
Shunaqalar olasizlar. Itak bilan shuni qo'yib turamiz, qo'yamiz. Itak hozir birinchi bayroq qo'yib turib pastga. Stov yashil olishi san chiqibdi. İş bo'ldi. Itak indi. Boqib qo'polsak tepaga. Nimaga adashib ketdim obunachilar. Короче, sizlar bunaqa qilmay qo'yaveringlar. Короче, beyda bunaqa bayroq olinmasdi obunachilar. Oq bayroq olinardi. Chunki o'rtasi oq bo'ladi-ku. O'rtasini qilish iloji yo'q. Shuning uchun umuman sizlar adashib yurmanglar. Ana O'zbekiston bayrog'i. Kim o'zbekmansa shuni kommentga yozsin. O'zbekman men deb. Yo'q. Mayli. Ko'p tursa chiroyli turadi zato. Mana obunachilar qanday turdi? So'rar ekan. O'zim liftdan tushib, sekin qishlog'imizga. Ya, qishlog'i qandaysan? Yo'q, men yaxshi o'tirib oldingizmi? Yaxshimisiz? Kech ko'rib turibmaniz. Ya, men seni ko'rdim, nasib bosib turgan ekansan-ku. Ya, ana demangi. Ye, shuna demasan senlar haddingni oshib ketding. Biz nima qildik? Boring, men ketdim undan ko'ra. Tepangizda nima bor? Hech narsa. Yo'q. Yo'q-ku. To'xta, menga gapirdingmi? Yo'q, sizga gapirganim, aqlga setilga gapiryapman. Yana meni aldamagin. Yo'q, siz meni merimsiz, qirolsiz, bo'pti yana ko'rishdi. Nima deydi? Men u qishlog'i yomon jonimga deydi. Kechadan beri men uyimga kirmashni tipichilayapsan. Yo'qola, eshikni qulflab qo'yaman o'zira. Qishloqqa. Jonga tegdilar yuribsiz. Uyimga qarama. Qaraganim yo'q bunda, ko'rib qo'yapman-da, Onaman sog'inadi. Ya o'la. Ha, men ketganimdan keyin yana kirib olyapsan sen. Bo'pti. Boshqaga kiraman. Nima qilyapsiz? Ketavering. O'zing nimasin? Burchakka qaro, menga qaramasdan. Chilyapsan, nachingda sen, o'zingcha? Bo'pti, men kiray yana. Kirma dedim. Sen nima bo'lgan senga? Nima deb o'marmoqdimsa sen? O'g'ri qishloqmisan? O'zi ikkinchi etajga chiqaman. Divonimni. Qishloq mana shu yerdan yo'qol iltimos. Jonga tegdi. Mana shu qishloqlarni qachon yo'qotaman, jonga tegib ketdi mashlar ham. Naytda yangi kompyuter, notebook olishim kerak. Hemetlarimni, fleshkalarni olib tashay endi. Onlarni ham isto. Hozir ana shuni qo'yganimdan sesdan chiqdi. Kela monitorni olib tashlab turib, kompyuterda nima bo'ladi? Nima bo'ladi yana obunachilar? Albatta. Obunachilar yomon topish qiyin bo'lyapti.
Yo'q. Hoppa, ana nima bo'ladi albatta. Shunaqa narsa bo'ladi. Onachilar. Hoppa. Bo'pti, creeper. Men creeperlar yo'qtiraman. Onachilar shunga kirgan yo'qdi. Teatr, teatr. Uydan yo'qoldi, o'ldirib tashlayman. Bekki yig'ilishma, o'la. Kallang yayog'im senlardi. Senlar haddingni oshib ketding. Yo'qol betdan Mekka nima jirafalar yig'ilib olibdimi? Senlar bitta o'ldiryapsanmi ularni? Men birattasini boqmoqchiman. Qo'yog'i itga. Qaranglar obunachilar. Voy. Men senga aytyapman, yeysanmi? Yesang-ki. Ovqat tashlab ketaymi? Yeysanmi sen? Yoki sen yeysanmi? Bitam yemaydi ekan. O'lib ketmang sabab. Yemasang yema, o'lib ket dedi-ku. Shunday, короче, endi kuchuk boqib olamiz. Bilsanglar menga kuchuk nima demoqchi edim, bilaman, bir xillarga kuchuk yoqadi, lekin menga yoqmaydi. Mushuklarni yoqtiraman, lekin ikkalasini ham yoqtirishim aniq. Chunki ikkalasini yaxshi ko'raman, короче. Itga ham g'amxo'rlik qilaman, ikkalasiga ham, короче. Itak men boshqa narsaga sotib ketmasdan turishim mumkin. Shuning uchun bemalol mendan qo'rqmasdan nima qilishingiz mumkin. Ey kuchuk, itdan tarqagan. Bu gapni e'tibor bering. Shuni men itdan tarqagan demasam, bu o'zlari itdan tarqab ketib qolar ekan. Endi keladi. Balki mana bunday qilsam kelarsan. Mana shunda paydo bo'ladigan umiddaman. Kuchuk. Bekka chiqib oldingmi? Yur. Endi men sening kuchugimga tegmoqchimisan? Uxlaman men devamda. Kuchugim bilan uxlayman. Guldarash ishlaydi. Молодец. Qoch hozir, bus. Молодец. Men seni endi men suyak bilan yana boqib qo'yaman. O'tirma shunda. Tushundingmi? Men uxlayman endi. Tushunding? Responsabilitet. Onachilar turdim. Kuchukcham yo'qsanmi? Tur endi. Notga chiqganmiz. Kelyapsanmi? Voy. Nayadamanmi? Ke. Bus bunu. Ya yeshaklar mana bus. Sen bana çıkmasın. Молодец. Sen hazır ketasan görmeysin. You can only sleep at night. Oldularını gördüm. Yürü. Ke. Merga pul to'lab kelayapti endi. Mayli, jitlar yig'ilib olibdi. Kuchukcham, ke, yur, aylanib turamiz sen bilan.
ularga arqon bog'lab oladi hayotda. Balki o'yinda hamdir. Aytdim men o'z obunachilar. Yur tezsiz. Kelyapsanmi? Mushukka tiyma, mushukka tiyma, mushukka tiyma. Ye. Yur. Merga pul to'lab kelaylik. Kelyapsanmi? Kel. Merga pul to'lab kelmasak, bizni merga to'latadi hozir. Meni ham kim merlikdan haydaydi. Stop. Agar to'lamasak, kuchuk. Bizni meni ham seni ham kuchuk qiladi. Tushundingmi? Tushunmagan bo'lsang, hozir men seni kuchuk qilib tashlayman. Kuchuk! Parchalama, kuchuk! Mer o'zim manki obunachilar bu hazil edi. Shuncha yo'lgacha endi borish. Arqonda jinniga o'xshab nima uzasan? Qayerga ketyapsan? Obunachilar bu xatdan o'chib yur. Yur mana qara. O'ldiraman o'zini. Voy, bosmaqmi? Balki tashlaman dedim unga. Rostamda urdim. Jonga tegdingmi sen? Tez yur. Qo'lizini buzma eshak. Eshakdan ham battar ekan. Yur tez. Yur haykalni borib tomosha qilamiz. Havla yo'l boshlab ketsang o'larmini? Ana meni haykalim Bobik. Ko'rdingmi meni haykalimni? Ha? Ko'rdingmi? Zo'r haykallar. Sen bu sanashida nas bosib turarding. Yur qayerga ketyapsan? Ana qop tashlama o'zi. Men kuchuklarga ham rahmat qilaman. Hüseyin Baydırımız. Mana mushukcha. Yur. Sho'r mana qocha. Mana qocha. Uyimda boqaman endi buni. Ke. Ke tezroq. Ana miyav. Ke. Yeşillerim çıkıp geliyordu. Sıkıldım benim ayağım ışığımı kırıkken. Öyle. To'xta. Yo'q. Mashlar. Bu mushuk meni. Sobaka yaptım.
musullarim ko'payib ketibdi. Shunga musulla tashlayman. Küçükler. Karıcığındaki heykeldeki bir şey. Qishloqlar bilmaydi. Nimalar borligini u tentaklar masjidga chiqib. Qishloqlar yig'ib qo'ydimi shunchani? Menga pul olib kelyapti degan bular. Malades lekin. Yaxshi. Qolib jonga ham bunaqa bermaydi. Ko'rdinglarmi buni? Shu ustiga chiqmayman, chunki men eshik ochilib ketib qoladi. Qani endi kompyuter o'ynaylikchi. Minecraft ichida Minecraft o'ynayib kelardi. Minigamer. Tegilmaslar mana shu bilan videoni tugaydi. O'zimni 37 minutlik qilibman. Mayli.